Hammaga assalomu alaykum Junayd Vlogs kanali obunachilari. Mana bugun kun sanasiga 5-yanvar 2026-yil. O'sha Hattonayu o'sha mashhur polvon sotilgan 1 tonna 20 kg keladigan uqamizni fermaga ko'rgani keldik mana. Aslida novosimizni bog'lab qo'yishibdi, qish kunida zagonga yurmaydi. Hozir ham mollarni qochiryapti ekan. Hozir sizga ko'rsatamiz uni. Sotganimizda 1 tonna 20 kg bo'lgan. Ketdik mana. Mana bu sigirlar. Mana ba'di ham u qochiryapgan sigirlarim ash hammasi. Mana Avstriyadan kelgan sigirlar hammasi ati. Mana shu yerda tug'ilgan ekan bu sigir. Bu ham shu yerda tug'ilganidan. Mana Germansk shvedlar ham bor. Mana yerda buzoqlar bor ekan, o'zini ham ko'rsatib qo'yamiz buzoqlarni. Lekin sotilmas ekan, o'zlari hammasi boqilyapti. Mana shu turibdi qizim. Mana buni ajilla. Ov. Mana buni ajinchalar. Bu taraf yorug' tushganiga yaxshi ko'rinmayapti. Hammasi bog'lab qo'yilgan. Ana men o'zlariga sotga yana kelajak ikkita buqachalari bor ekan, dahshat. Achka buqachalar bor ekan ikkita mana. Mana buni ajinchalar. Qizim bilan sayohatga kelganmiz. Ketdi, yur qizim. Buloqa. Ketdik. Mana. Ko'ring, haqiqiy toza mollar. Mana Germansk shved bilan semental smeshinni gibrid. Har yili tug'adi janavar. Mana qilib o't solib qo'yishgan, yer yotibdi mana mollar. Sigirlar hop shum dahshat sigirlar. Ozib ketgan. Qishda oz bo'laga yem yetkazish olmayapti ekan. Yem problema. Bu yana orqa taraflardan ham ko'rsatib qo'yaman. Mana bular. Ko'pchilik video chiqarmayapsiz aka dedi. Mana bugun Xudo xohlasa fermaga sayohat qildik. Ko'rib baho beraverasizlar. Ko'pchilik ota-onasi tayinmi deydi-da. Akalar biz kelib buzoq oladigan bo'lsak, enasini, otasini ko'rib kela olamiz. Mana shu enasi deydi, men otasi. O'zim berganman. Hozir boshida ko'rsatgan 1 tonna 20 kg novos berdi. Mana shu novosdan mana shular qochyapti. Tarozga 67 ming so'mdan sotganmiz. Mana shu mollar oldi bo'g'oz mana. Qochishni boshlagan hammasi bir 15 tacha molni qochiribdi. Mana sigirlarni qochirgan. Mana hozir yaqinda mana shu Novotrang sigirni qochiribdi tonni. Mashinaga qo'yishibdi. Mana Rovshin zo'r mollar o'zidan bitta gigant turib dunyoni ko'rsatib qo'yamiz. Shunda dahshati bor ekan. Videoni uzganimiz yo'q. Ishto'ga ko'rgan odam maza qilsin degan maqsadda. Mana mana sigir ham bo'g'oz ekan. Xudo xohlasa bizning novosdan qochmagan. Bundan oldingi katta novoslari bor, o'shandan qochgan. Xudo xohlasa tug'sa bolasini olib ketamiz mana shuni.
Sigir ham 800 gram tepasidagi sigir. Mana ular ikkinchi pokoleniya. Kichiklashib ketgan sigirlar. Mana shu haqiqiy Avstriyadan kelgan. Shalpon quloq. So'skalarini ko'ringlar, chalxalarini. Obuna bo'lib, obuna bo'lmaganlar like bosib qo'yasizlar.